Tug'ilgan kuning bilan, tug'ilgan kuning bilan. Bizning sevimli Nari, tug'ilgan kuning bilan. Tezroq shamlarni o'chir. Tug'ilgan kuning bilan Nari. Rahmat. Rahmat. Men bugun katta sinflar tadbirda bo'ldim. Bunaqasini kutmagandim. Ammo mana shu yigit maktab eshigi oldida meni nomerimni so'radi. Ayuga o'xshayman ekan, uni aytishicha. Ayuda fanat emasman, lekin sen aniq Ayuda yo'lda qoldira olasan. Senda bugun hech narsa bo'lmadimi? Aralash maktabga ketayotganingdan hayajonda edingmi? Bir nima yuz berdi. Rostini aytsam, maktabga ketayotganimda kayfiyatim zo'r edi. Ta'tilda men 10 kilo tashadim, ozg'in ko'rinish uchun. Men odamlar menga qarayotganini ko'rdim. Men yana ham chiroyli bo'lib ketdim shekilli. Nari. Ro'paramda Imyuna turgan edi. Xuddi meni formamdan kiyib olgan edi. Nima hayratdasan? Maktabga bormaysanmi? Imyuna? Menga o'z xizmatkoridek muomala qilgan Imyunami? U tillar maktabga kirmadimi? Shunday deb o'ylagandim. Men Facebookda bloglab yangi nomerni oldingmi? Nomeringni ber. Obedni birga qilaylik. Keyinroq ko'rishamiz. Qo'yil, u faqat boshlanishi edi. Xudoga shukr, biz bitta sinfda bo'lmadik. Sinfimda do'st topsam, u men bilan chiqishni xohlamay qoladi deb o'ylagandim. Haligi, bundan eslami? Sen xususiy maktabda o'qigansan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Xususiy o'rta maktabmi? Imyunani taniysanmi? O'zi maktabda o'qiyapti ekan, maktabimizga yetalab kelganini ko'rdim. Hattoki sumkasi ham brendi ekan. Men umuman Imyunani tanimayman. Senga mabodo cho'nigon yo'qmaydimi? Senga ham yoqadimi? Tasodifni qara. Brasletim ko'ryapsanmi? Xuddi unikidek. Ikkita ahmoq birlashibdi-da. Nima bu? Hozir qizlarga shunaqa bolalar yoqadimi? Nima? Sen taniysanmi? Mara shakar bolalaridan. Birinchi marta ko'rib turibman. O'ylaymanki, men undan chiroyliroqman. Imyuna, obed qilaylik. Seni oldinga boraman. Qaysi sinfdasan? Nari. To'satdan treylerga tushib qolganga o'xshayman. Yo'q, bu haqiqiy qo'rqinchli. Qizlar, to'ppo'ki yegani bormaydimi keyinroq? Juda yaxshi, shunday. Chiq narsalar yoqadimi? Juda ham yaxshi ko'raman. Yuna kelib qolmasin deb. Lekin zvonok o'chirilishi bilan magazinga chiqdim. Ammo Kolinol. Hoy, xaraktering to'g'ri. Bu to'satdan chiroyli qiz paydo bo'ldi. Aydolga o'xshaydigan qiz paydo bo'ldi. Sen Onariga o'xshagansanmi? Men bugun u bilan ovqatlanaman. Ketdingmi? O'zing shu kelamiz deding-ku. Hoy, Somira, yolg'iz ovqatlan. Yuna seni izlayapti. Nima? Ket. U yerda prichoskasi qishloqcha bo'lsa ham o'zi chiroyli bo'lgan qizni uchratdim. Yuna, sen bilan obed qilayotganimdan xursandman. Sen nega ular ham yetalab kelding? Yo'q, nega doim men? 1 2 Senin uyunda ovqat yo'qmi? Meni buvam hozir juda og'riyapti. Hozir ko'p yeyapman, kechgacha qornim to'q turish uchun. Uni ustidan kulyapsanmi? Imyuna, juda yemasan, ha? Imyuna, birga ovqatlanishga ruxsat berganing uchun rahmat. Ustozimiz seni soying bo'lishimni xohlagandi. Juda ham yaxshi bo'ldi-ya? Nima? Imyuna starsdamizmi? Birinchi sinf tamom bo'libdi-yu. Nari, tonkasdan ham ye. Avvalgi paytlarimizni eslayapman. Men yeya olmagan hamma narsani yeb qo'yarding-ku. O'shanda juda yoqimtoy eding. Nega buncha ozib ketding? Bu qizlar bilan birga ovqat yeyishim kerakligiga ishonolmayman. Men bu joyga mos emasman. Meni joyim ana bu qizlar bilan. Nima bo'ldi? Yuzim muzlab qolganligi uchun. Sovuq. Hoy, bunday bo'lish mumkin emas. Hech bo'lmasdan ular bilan do'stlashishni bas qil. Shunday deysanmi? Nega Imyuna unday qilyapti? Sizlar u bilan gaplashishni to'xtatgansizlar, o'sha janjaldan so'ng. Nega javob bermayapsan? Men seni birinchi tabriklamoqchi edim tug'ilgan kuning bilan. Onari, tug'ilgan kuningga nimani xohlaysan? Tezroq ayt. Tug'ilgan kuning bilan, Yuna. Onari, buni ko'rdingmi? Go'zal qiz yonidagi go'zal qiz. Shu rasmda ham Imyuna chiroyli turibdi-ya. Ammo xuddi qiz ham bor ekan. U qizlar bilan nima qilyapti? Hasad qilyapman. Sen rasming biz maktabdagi saytda birinchi o'rinda turibdi. Tuzukmisan?
bilan birga o'zini qanday his qilgan ekan? O'zini shunday his qilganmikin? Postni ko'rdinglarmi? O'sha xunukam o'zi juda ham rahim kelyapti unga. Nima, onaringiz gapiryapsanmi? U oldin Iminani yugurdagi edi. Oldin Semiz edi. Ozgina bilan eshitib o'zgarmabdi. Eshitib qoladi-yu. Bunaqa xunuk bilan yurib nima qilishadi? Qancha uringani bilan ham xunuk o'rdak oqqushlar bilan do'stlasha olmaydi. Hoy. Bu gapinglarni o'ziga ayta olmasanglar, umuman gapirmanglar. Sizlar kimsizlar o'zi? Uni muhokama qiladigan. Imina. Kechirim so'raylar, tezda. Kechir Imina. Mendan emas, Naridan. Kechir. Ket. Bunaqa ahmoqlarga gaplarga quloq solma. Hisobda buzishadi. Meni hozir yig'ilishim bor. Kechirasiz, filmga kiraman. Sen rostdan sinf sardorimisan? Senga bunaqa narsalar yoqmaydi-yu? Boshlang'ich sinfdaligimizda starsda bo'lish zo'r deganding-ku. Buni hali ham eslaysanmi? Sen aytganing uchun oqqush o'rdaklarni ham o'zgacha chiroyi bor deb aytishga harakat qildi shekilli. Rahmat, meni tarafim olganing uchun. SMSlarimga ignor qilma. Agar yana yo'qolib qolsang, adabingni beraman. Yaxshi. Tug'ilgan kuning bilan, sevimli Nari. Tug'ilgan kuning bilan. Sizlar chaqirmagandan keyin kelishni bas qilinglar. Senga meni sog'am yoqdimi? Ha. Men katta maktabda bunday qizlar bilan do'st bo'lib qolaman deb o'ylamagandim. To'rt juda mazali o'xshayapti. Nima, diyetadamisan? Meni agentligim hattoki suv miqdorini ham tekshirib turishadi. Yashash hammaga ham qiyin ekan-a. Men sizlar yeyotganinglarni ham ko'rib, qornim to'q bo'lsa ham, men faqat bir bo'lagini yeyman. Faqat bir bo'lak. Oh, men bunaqangi shirin to'rtni birinchi marta yeyishim. Men juda ham xursandman. Rahmat tug'ilgan kuning uchun, Nari. Aha, shunday. Katta sinf maktabida birinchi yilimiz. Mening bu do'stlarim biroz g'alatiroq. Ammo telefonning g'ilofidagi kim? Nahotki u men biladigan odam. Shirin bolalardagi jonajon. Ah, meni ko'zlarim. Na, hammani undida har xil-ku. Ah, yaxshi ko'zimni sug'urib olaman. To'ta. Bulchka pizzasidan yedingmi? Hidigi gap yo'q, bunaqa bulchkani sevaman. Oo, juda yaxshi bilasanmi ekan? Baholash ishini qildingmi? Faqat sen topshirmading, faqat sen. Hey. Ha. Kechirasiz janob oliylar. Tezroq topshir, xo'pmi? Ha. Nari. Salom, men seni sog'ayman. O'zini sog'a deb atadi-ya. Mire. Ha? U nafas olmayapti. Uni deyapmi? Unaqa chiroyli emas u. Nafas ol. Voy. Aqldan ozdingmi? U sen foydalanadigan duhiydanmi? Hidigi gap yo'q. Biroz sitrusli-yu, lekin juda ham ajoyib. Bu shirin apelsin. Bu bilan seni ishing bo'lmasin. Maktabda tanishligimizni bildirib qo'yman. Ammo bu sovg'a Narida tug'ilgan kuni uchunmi? Meni sovg'am senikidan o'tib tushadi. Barcha rollarga Crazy ovoz berdi. Bizning kanalimizda qoling va obuna bo'ling.